Milliy tiklanish demokratik partiyasidan xalq deputatlari Yangibozor tuman kengashi deputati Adiba Matyoqubovaning o'zi saylangan Do'stlik mahallasida olib borilgan amaliy ishlari va faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Mana tumanimizni deputatlaridan Adiba qizimiz bir yil burun murojaat qildik. Yana murojaat qilib turibmiz. Shu murojaatimiz ichida uni axlatxonalarni tozalash bo'yicha edi-da. Bir o'zlarimizdan bir ne qildik, bunga tashkilotga aytdik, bu tashkilotga aytdik, nazar pisand qilmadi. Oxiri shu deputat qizimizni topdik rayonimizda. Yonindagi ishchi xodimlari bilan birga kelib, o'zi shu ustunda turib shu axlatxonani tozalatib berdi bizlarga. Ozodchilik bo'yicha tushuntirishib berdilar. Mana bir yildan beri Xudoga shukr, dum ajoyib. Men xalq deputatlari Yangibozor tuman kengashiga Milliy tiklanish demokratik partiyasidan saylangan deputat Matyoquba Adiba rahmatullahiman. Men saylangan Do'stlik mahallasi fuqarolaridan chiqindilarni tozalash bo'yicha muammo yuzaga kelayotganligi yuzasidan murojaat tushdi. Shu murojaatni joyiga kelib o'rganib, tegishli tashkilotlarga deputatlik so'rovi chiqardim. Mahalla yettiligi bilan birgalikda, tegishli tashkilotlar bilan birgalikda shu chiqindilarni shu yerdan olib ketdik. Toza hudud vakillari keldi. Undan keyin shu hududdagi ko'p qavatli turar joydagi aholi bilan targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirdik. Chiqindilarni joyiga tashlash, boshqa joylarga tashlab ketmaslik bo'yicha, tozalikni ta'minlash bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirdik. Kameralar qo'yildi. Tozalikka rioya qilmagan, chiqindilarni belgilangan joyga tashlamagan fuqarolarga chora ko'rilish to'g'risida tushuncha berilgandan keyin muammo bartaraf etildi. Men Yangibozor tumani 5-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining direktor o'rinbosari Ahmedova Mahbuba bo'laman. Bog'chamiz tarbiyalanuvchilaridan biri baxtsiz hodisaga uchragandan keyin deputatimizga murojaat qildik. Deputatimiz bu to'g'risida tegishli tashkilotlarga chiqib, bog'chamiz oldiga tegishli yo'l belgilarini qo'ydirib berishdi. Harakat xavfsizligi ta'minlandi. Milliy tiklanish partiyasidan saylangan deputatimizga hamda tegishli tashkilotlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Do'stlik mahallamizdagi 5-son maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilaridan biri shu yerda yo'l transport hodisasidan uchrab tan jarohati oldi. Keyin shu bo'yicha murojaat tushgandan keyin tegishli tashkilotlarga deputatlik so'rovi chiqarildi hamda yo'l belgilari qo'yildi. Avtotransportlar bu yerda katta tezlikda harakatlanmaydigan bo'ldi. Harakatni cheklash belgisi, bolalar bog'chasi bor ekanligi to'g'risidagi belgilar qo'yilgandan keyin muammolar bartaraf etilib, bugungi kunda shu xavfsiz sharoitlar yaratildi. Do'stlik mahallasini markaz bilan bog'lovchi ko'prik bor, zaxkashli ustiga qurilgan. Shu ko'prigimizda muammolar bor edi, bir ikkita joyi teshilib, tegishli tashkilotlarga deputatlik so'rovi chiqarilgandan keyin ta'mirlandi. Men Tajibayeva Yulduz Mahmudovna baxtsiz hodisa tufayli uyimiz yonib ketgan edi. Deputatimiz Matyoquba Adiba opaga murojaat qildim. Deputatimiz tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda uyimni ta'mirida juda katta yordam berdilar. Buning uchun hokimiyat xodimlariga va deputatlarimizga, Adiba opaga shaxsan minnatdorchilik bildiraman. Bizning tuman axborot kutubxona markazimiz 2019-yilda tashkil qilingan bo'lib, tashkil qilingan vaqtimizda tuman markazidan chekkaroqda, ya'ni Sanoat kasb-hunar kolleji binosida joylashgan edik. Keyinchalik bu kitobxonlikka jalb qilishda, kitobxonlarni kutubxonaga qatnovlarda qiyinchiliklar tug'dirilganligi sababli, avvalo tuman hokimligining, qolaversa Milliy tiklanish partiyasidan Adiba Matyoqubovaning xizmatlari bilan yangi binoga ko'chirildik. Kitobxonlar uchun ham, xodimlar uchun ham juda yaxshi imkoniyatlar yaratdi. Axborot kutubxona markazimiz fondini yangi adabiyotlar bilan boyitishda, kitobxonlikni targ'ib qilish bo'yicha tadbirlar o'tkazishda bizga shu Adiba Matyoqubovaning xizmatlari juda ham katta. Bizlarga ko'rsatayotgan shunday yordamlari uchun Adibaxonga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Milliy tiklanish demokratik partiyasining saylovoldi dasturida belgilangan qator vazifalar, topshiriqlar, chora-tadbirlardan kelib chiqqan holda deputatlar bilan birgalikda keltirilgan masalalar o'rganilib, sessiyaga ma'lumotlar kiritildi. Jumladan, kutubxona faoliyatini o'rganib, kutubxona fondini boyitish va boshqa muammolarni bartaraf etish yuzasidan, yo'llardagi yozuvlar, afishalarning to'g'ri yozilishi, o'zbek tili, davlat tili qonun qoidalariga muvofiq yozilganligini o'rganib, ularning muammolarini bartaraf etish yuzasidan, madaniyat bo'limlari va madaniyat xodimlarining faoliyati yuzasidan sessiya kun tartibiga masalalar muntazam ravishda kiritib kelinmoqda.